o'sha hukumatda shu paytgacha migratsiya agentligini rahbari bir deylik siyosiy nima deydi, politsiyist deydi-ku ruslar. Shunga shunaqangi bir o'rni bo'lgan odam kelmaganda, hozirgi kunda endi Behzod Musayev ko'p joylarda vazir bo'lgan odam, ancha-muncha joyga gap o'tadigan, shunaqangi bir ishni oxiriga yetish imkoniyati bo'lgan inson keldi migratsiya agentligi. Shu tomondan biz xursand bo'ldik. Mana shu nima aeroportlar bo'yicha aytmasam bo'lmaydi. Mana biz hozir 2 oyda o'tgan 2 oy davomida migratsiya agentligi bilan hamkorlikda bular qayerga o'sha nima tashkiliy ravishda ishga yuboryapti turgan bo'lsa, shuki har bir fuqaromizga pejik berishyapti va bu yerda orqasida QR kodi bor. Va QR koddan agar shu skan qiladigan bo'lsa, boryapti turgan mamlakati bo'yicha 6 tadan video chiqarilgan. Masalan, biz hozir Rossiya bo'yicha, Koreya bo'yicha, Yaponiya bo'yicha qilib berdik, migratsiya agentligi bilan hamkorlikda qildik. Ya'ni asosiy kerak bo'lgan mavzular 6 ta qisqa yo'lda amalga oshirilgan. Ya'ni bu yerda o'zbek tilida o'sha kerak bo'lgan ma'lumotlar berilgan, o'sha raqamlar berilgan va bu videolarni hozir endi barcha tarmoqlarda tarqatdik. Undan tashqari hozir aeroportni ham, ya'ni hozir kelishdan oldin gaplashib ketyapmizki, aeroportga o'sha tablolarga ham qo'yib berish masalasini. Ya'ni bu narsalar amalga oshirilyapti. Bu bo'yicha nima deydi, ular bilan aloqadamiz, muhokamada qilyapmiz. Bu ishlar yo'lga qo'yilgan, lekin shuni ishlar jarayonida ko'ryapmizki, mana shu davlatlar bo'yicha mutaxassislar yo'q.